Assalomu alaykum. Behim Agro kanali obunachilari, YouTube ishtirokchilari. Xo'p, biz Buxoro viloyati Kogondamiz. Feruza egamiz xonalarida 2 gektarli issiqxonada 3 qatorli ekilgan joydamiz pomidorda. Biz mavzu qilayotgan edik. Pomidor yetishtirish sirlari 4 ta qismini sizlar bilan inshaalloh o'tdik. Va va'da berganimdek oxirgi qismi oziqlantirish masalalari men aytdimki juda ham cho'zilib ketadi dedim, chunki podrobno tushuntiraman. Faqatgina buni berdik, mana bunaqa yedik, mana bunaqa berasizlar emas. Qanaqa oziqalar yeyish kerak, nima qilish kerak, bargidan qanaqa oziqalar sepish mumkin, ildizdan asosan yeyiladigan oziqalar hammasini inshaalloh sizlarga bir chekkadan tushuntirib beraman. Bu yerda ham nauchniy ketadi, ham inshaalloh tajriba ham ketadi. Shunda qanaqa ekin yetishtirishinglardan qat'iy nazar bodring yoki balg'ar yoki bo'lmasam nima bo'lsin, baqlajon bo'lsin, sizlarga u oson bo'ladi inshaalloh. O'shaning uchun aynan bitta bergan oziqalarimiz emas, sizlarga berish tartibi, qoidalari, oziqalarni bir-biriga qo'shish va qanday oziqalarni berishni inshaalloh sizlarga aytib o'taman. Xo'p, naryoqdagi qatorga chiqmadik. U yoq 4 ta qatorlik, bu yoq 3 ta qatorlik. Nega? Bitta oralari keng. Endi mana ko'ryapsizlar. Operator ko'rsating, mana hamma yog'i chiroyli, zo'r. Betlarda yurish ham osonroq, bemalol, xotirjam yuraverasiz. Ham betdan hammani haydadik, hozir chiqardik nariyoqqa, qizlar ishlashyotdi, tepalarini ipga o'rashyotdi. Shuning uchun betdan hammani chiqarib yubordikda, o'zimiz mana xotirjam mavzuni olamiz. Fikrimizni bir joyga qo'yib, inshaalloh qilamiz. Bu asosiy mavzu. Qog'oz ruchkalarni olib, doim turadi, yozib olsanglar ham bo'ladi. Xo'p, endi boshlaymiz. Xo'p, pomidorni oziqlantirish. Birinchi aytib o'tadigan narsam sizlarga o'zi har qanaqa o'simlik bo'lishidan qat'iy nazar qishloq xo'jaligi ekini yoki bo'lmasam boshqa daraxtlar bormi, landshaft bormi, mevali daraxtlar bormi, pomidor, bodring, balg'ar bormi, asosiy yeydigan elementi 11 ta 12 ta narsani yeydi. Asosan o'sha vegetatsiyaga, generatsiyaga, semirtirishiga, stebilga, gullashiga, mana shularga javob beradigan asosan 12 ta element bor. Sanaymiz. Azot, fosfor, kaliy, ya'ni NPKmiz, NPK, azot, fosfor, kaliy eng katta makroelementlarimiz 3 ta. Kalsiy, magniy, sera sulfatlarimiz, ya'ni 3 ta bo'ldi. Bular meza elementlarimiz 6 ta bo'ldi. Endi mikroelementlar. Ferrom, marganis, sink, ya'ni temir, marganis, sink, molibden, bor 11 ta bo'ldi, mis 12 ta bo'ldi. Asosan mana shu oziqalar bilan, mana shu elementlar bilan to'yiz yetishtiramiz. Qolgan hamma narsa ular dabavkalar. Guminoviy kislotalar, fulvitskiy kislotalar, arachidoniviy kislotalar yoki dengiz o't o'lanlari bormi? Boshqa o't o'lanlardan tayyorlangan narsalar bormi? Xo'p, ildiz dori, ko'k dori, qora dori ga o'xshagan narsalar, bular hammasi dabavkalar. Har qanaqa preparat borki, ishlab chiqarilgan, oti eshmat bo'ladimi, toshmat bo'ladimi, bolta bo'ladimi, boshqami, tarkibida mana shu oziqalar, bu oziqa deb beryaptimi, demak, mana shu narsalar bor. Mana shu 12 ta element bor. Mana gidroponishiklar bilan gaplashsanglar, gidroponikada asosan mana shu sof elementlardan foydalangan holda o'sha pomidor yo bodring yo boshqasini yetishtirishadi. Deb boshqa narsalar qo'shavermaydi, beravermaydi. Ko'p murojaat qilasizlar, men bunaqa qizil dori olib keldim, bunaqa rut olib keldim, men bunaqa rut olib keldim, qora dori olib keldim, o'shani bermoqchiman. Uni tarkibi nima ichida bor desa bilmaysizlar, ildiz dori deysizlar. Yoki dengiz o't o'lanlari deysizlar. Unaqa narsa yo'q. Mana shu sanagan 12 ta elementim, 3 ta makroelement, 3 ta meza element, 6 ta mikroelement mana shu bilan idealni qilsa bo'ladi. Asosan mana shu yerda, mana shu pomidorda ko'rib turgan pomidorlaringizda mana shu 12 ta element bilan yetishtirilgan.
Bu teoriya edi. Endi sekin praktikaga o'tamiz. Pomidorni ekdik. Xo'sh. Endi qaranglar, qiziq ketadi bu yog'i. Pomidor ekkandan keyin kalsiy nitrat, kaliy nitrat, magniy nitrat. Qaranglar. Kalsiy meza element bo'lyapti, uni nitrati bor. Ya'ni kalsiy 27% bo'lsa, nitrati 14%. To'g'rimi? Bu yerda ikkita oziqa bor. Kalsiy bor, nitrat bor. Azot bor. Ikkita oziqa ketdi, to'g'rimi? Xo'p, kaliy nitrat. Ya'ni kaliyni alohida bitta makroelement bo'lyapti. 3 ta oziqa bo'ldi. Nitratni hisoblamaymiz. Nitrat hali bor edi, uni hisoblab bo'ldik. Bu ham azot. Magniy bitta yana meza elementni qo'shdik. To'g'rimi? 4 ta oziqani qo'shib turib, 4 ta oziqani. Bunga bitta mikroelement qo'shamiz, temir. Temir xelatmisidan, yaxshisidan 6%, 11% ham bo'ladi. Mana shu 4 ta elementni bittada beryapmiz. Bitta makroelement ham bor, meza element ham bor va mikroelement ham bor. Mana shuni birinchi oziqalarga bersanglar bo'ladi ekkaninglardan keyin. Ya'ni 1 tonna suvga kalsiy nitratni qilasizlar 1 kilo, 200, 1 kilo, 300 atrofda qilasizlar. Kaliy nitratni qilasizlar 500-550 gram atrofda, magniy nitratni 350 gram atrofda qilasizlar. O'shanda nitratni dozasi balandroq bo'ldi. Erta kalsiy bilan kaliy ham ishtirok etyapti va temir 180 gram. Agar tuproqda bo'ladigan bo'lsa, biz faqat tuproq bo'yicha gaplashyapmiz, gidroponika совсем boshqacha bo'ladi. Mana shu oziqani biz 2 marta beramiz. Ketma-ket. Suvsiz. Mana shu oziqani berdik. 1 tonna suvni dozasini aytdim sizlarga hozir. Shunda isinglar dedi sizlarga 1.8 kilo atrofga to'g'ri keladi. 2 kiloga boradi. pH ising mavzularini men hozir qo'shib o'tirmayman, chunki pH bo'yicha, ising bo'yicha rosa ko'p gapirganman. U bo'yicha mavzularim ham bor. Va undan tashqari o'sha darsliklarimizda ham uni etib o'tganmiz. O'shaning uchun pH isinglarga yaqinlashib o'tirmaymiz. Shu qatorda bitta narsani eslatib o'taman. Men yaqinda e'lon qilgan edim. O'tgan yili o'tkazgan kurslarimiz bo'yicha kursimizda 3 kun qilganmiz. Esingizda bo'lsa Toshkent, Tojikistonda, Farg'onada 3 kun ana shu kurslarimizni qilganmiz. Bu kichkina e'loncha degan bo'ladi. Ana shu kurslarimiz zapis bo'lgan. Hammasi videoga yozilgan va alohida yopiq Telegram kanal qilib ochilgan. Mana shu yerda bir kun oziqaga ajratganman. Ertalabdan kechgacha mana shu oziqlantirish bo'yicha dars berganmiz. Mana shuni video zapislari bor. Erta himoya bor, bir kunga ajratganmiz. Agrotexnika uni ham bir kunga ajratganmiz. Juda ham ko'p ma'lumotlar berganmiz. Har bitta elementga to'xtalib o'tganmiz. Ular sotuvda bor, Baxtiyorni taniysizlar. Bizning kanalimizni bosh rejissyori, hamma shu kanallar, ijtimoiy tarmoqdagi kanallar o'sha bolani qo'lida. Baxtiyorga telefon qilib, ana shu yerda hozir yozadi, o'zi yozadi montaj qilayotganda. Baxtiyorga telefon qilib, ana shu darsliklarni sotib olsanglar bo'ladi. Bu juda ko'pchilik odamlar olib yaxshi foydalanishdi. O'sha yerda yana ham podrobniyroq tushunasizlar. Xo'p, darsga ketamiz. Demak, haligi elementni 2 marta berib oldik. Bitta Feruz akamnikida, bitta ham shunaqa berdik. Boshqa joylarda ham shunaqa beramiz. Bu variant 1. Bu variant 1. Endi sizlarga variant 2 ni aytaman va bir ikkita narsalarga izoh berib ketaman. Ikkinchi variantda pomidor ekkaninglardan keyin birinchi oziqasiga, ildizdan beradigan oziqamizga yana kalsiy nitrat. Hali 1 kilo 200 da endi yo'q. Endi 750 gram bo'ladi. Qaranglar, 750 gram kalsiy nitrat. Xo'p, 450 gram kaliy nitrat, 380 gram magniy nitrat. Monofosfat kaliy MKP deymiz, 280 gram. Temir 50 gram, marganец 30 gram, sink 20 gram, haligi elementlar ketyapti, molibden 10 gram, mis 5 gram. Mana mashta hamma elementlarga qatnashdi. Hamma haligi sanab o'tgan elementlarim qatnashdi. Kalsiy nitrat, kaliy nitrat, kalsiy bilan kaliy bor. Xo'p, mana fosfat kaliy, fosfor bilan yana kaliy bor. Undan keyin magniy sulfat dedim, sera bor, magniy bor. Hamma makroelementlar, mezoelementlar shu yerda bo'lyapti. Ya'ni azot ham bor, fosfor ham bor, kaliy ham bor
va mezoelementlardan kalsiy bor, magniy bor, sera bor. Mikroelementlarni aytdim. Hamma element mana shu oziqani ichida qatnashyapti. Dozalarni ham aytib o'tdim. Yozsanglar bo'ladi, to'xtatib turib. Ana shuni isisi hozir sizlarga bu ham xuddi shunaqa 1.8, 1.9 ikkala atrofiga to'g'ri keladi. Uni Vega programmaga solsanglar shundoq chiqib keladi. O'sha haligi aytgan darsliklarimizda Vega programma bo'yicha ham darslik o'tilgan. MPKlarni hammasini foizlari bilan chiqarib beradi. Xuddi shuni, buni ham mana shuni 2 marta bersak bo'ladi, ketma-ket. Namaga qarab, boshqasiga qarab. Butun hamma elementlar qatnashyapti. Eng kerakli oziqalar o'zi asosan shu. Boshqa oziqa yo'q. Qolganlari hammasi dabavka. Mizerniy dozada kerak bo'ladigan, ya'ni mikroelementlarni ko'ryapsizlar, 5 gram, 10 gram, 20 gram qilyapman. 1 tonna suvga. Bu juda mizerniy dozada. Undan keyingi elementlar undan ham past dozada bersanglar bo'ladi. Endi pomidorga nechi pH? pH yaxshi ko'radi. Pomidor o'rtacha 6-6,5 pH yaxshi ko'radi. Sizni pH, suvingiz pH aytaylik 7,5 yoki 8. Mana shu oziqalarni qo'shganingizda etti sulfatlar bor. pH tushiradigan yoki fosfor, kaliy, nitratlar bor. pH ko'taradigan. Endi siz точно bila olmaysiz. pHingizni tushiradimi, sulfatingiz ko'pligi yoki ko'taradimi? Bu yerda o'sha yerda 1 tonna suvga boshlang'ich etapda 100 gram azotniy kislota qo'shsak bo'ladi. Bu pHimizni tushiradi va undan tashqari ortofosforniy kislota qo'shsak bo'ladi. U undan ham yaxshi variant. Ortofosforniy kislota 50 gram, chunki 2 barobar dozada ta'sir qiladi. Undan tashqari yantarniy kislota, limonniy kislota, mana shunaqa kislotalardan foydalanib, pHimizni 6-6,5 ga tushirib olsak bo'ladi. Shu mavzularni ko'rib chiqinglar. Men bekorga o'sha teoriyadan boshlamaganman. Mana shularni hammasini o'tganman. Mana shu elementlarni hammasini o'tdik. Mana shu pH isilarni etdik. Isilarda bo'lsa etardan 1-2 kilo oldin. Bir kun keladi, kerak bo'ladi. Mana shu elementlar hammasi sizlarga kerak bo'ladi. Yaxshi tushunishingiz uchun. Mana bu mavzu og'ir mavzu, qiyin mavzu. Bu yerda ko'p terminlar ishtirok etyapti. Ana o'shalarni bir chekkadan ko'rib chiqsanglar, bu mavzu sizlarga juda ham oson bo'ladi. Buni ham 2 marta beramiz. Hamma elementlarimiz qatnashdi. Endi mana shu yerda bitta izoh qoldiraman, savol. Kalsiy nitratga mana fosfat kaliyni qo'shyapmiz. Xo'p, plus yana sulfatlar, nitratlar bilan sulfatlar qo'shilib ketyapti va kalsiy bilan fosfor. Mumkinmi o'zi bu aslida mumkin emas. Kalsiy bilan fosfor bitta matchniy rastvorda qo'shilmaydi, sulfatlar, nitratlar bitta matchniy rastvorda bir-biriga qo'shilmaydi. E'tibor qaratinglar, matchniy rastvorda. Men rabochiy rastvorda demayapman. Bu yerda sanab o'tgan har bitta oziqamizni alohida chelakda eritib, bu yoqda 1 tonnaga solasizlar. Har bittasini alohida eritib, 1 tonnaga solasizlar, bochkaga solasizlar. Bu yoqdagi eritayotgan chelaginglar u matchniy rastvorida, narodagi 1 tonnanglar rabochiy rastvor bo'ldi. Men kalsiy nitrat aytayapman sizlarga 750 gram deyapman 1 tonnaga. To'g'rimi? Bitta chelakga 5 litr suv solib 750 gramni aralashtirdingiz. Ana o'shani ichiga agar siz 280 gram haligi aytgan mana fosfat kaliyni qo'shsangiz, u qo'shilmaydi. Chunki suvingiz miqdori kam, Lekin siz kalsiy nitratni 750 gramni aralashtirib 1 tonnaga soldingiz, etti suvning miqdori ko'p, ob'yom katta juda ham, 1 tonna. Va 280 gram mana fosfat kaliyni 1 tonnaga soldingiz, etti bir-biri bilan chiqishaveradi. Faqat srok 3 kun. 3 kun srok bir-biri bilan chiqishi mumkin. 3 kundan keyin endi siz uni tayyorladingiz, sirasi berib yorasiz, uni uzoq cho'zib o'tirmaysiz, to'g'rimi? To'g'ri. Sulfatlar bilan nitratlar ham xuddi shunaqa. Bitta matchniy rastvorda tayyorlamasanglar bo'ldi. Общий рабочий rastvorda qo'shilaveradi. O'rtoqlar, bu yoqdagi oziqalarning massasi, bu yoqdagi suvning massasidan 100 barobar raznica qilsa, ya'ni tafovut o'ynasa, bo'ldi qo'shiladi. 100 barobar tafovutda u degani, misol naryodagi 100 suv bo'ladi, 1 mana bu element bo'ladi, kalsiy, fosfor bo'ladi. 100 barobar tafovut o'ynasa, demak siz bemalol qo'shaversangiz bo'ladi. Lekin 90, 80, 50 barobar, 20 barobar bo'lsa, unda bir-biri bilan reaksiya kirishib ketadi. Sulfatlar bilan nitratlar ham qo'shilmaydi kichkina suvda. Demak, kalsiy bilan fosfor ham kichkina miqdordagi suvda bir-biri bilan qo'shilmaydi. Tak что qo'rqmasanglar ham bo'ladi.
Mana bu savolga men javob berib ketdim. Juda ko'p savol bo'ladi. Oka, kalsiy bilan fosforni qo'shib bo'lmaydi yoki sulfatlar bilan nitratlarni qo'shib bo'lmaydi. Bo'lmagan gap. Zakonni qo'shsa bo'ladi, faqat o'shani teoriyasiga amal qilgan holatda. Men sizlarga idealni qilib tushuntirib berdim. Qachon qo'shsa bo'ladi-ku, qachon qo'shsa bo'lmaydi, o'rtoqlar. Va u yoqda rabochiy rastvorda ham 3 kundan ortiq qolsa, unda bo'lmaydi. Qisqasi ionlar, kationlar, mana shunaqa narsalar bor. Ularni ham men o'tganman. Ana o'sha yerda mana shu nimaga qo'shiladi, nimaga qo'shilmaydi, shularni ko'rib olsanglar bo'ladi. Bu ikkinchi variant oziqlantirishimiz variantida. Qisqasi bir haftaning ichida mana shu ikkita oziqani berib olishimiz kerak. Endi haligi birinchi variantga qaytamiz. Yerda faqat nitratlar edi. Kalsiy nitrat, kaliy nitrat, magniy nitrat va temir edi. Agar juda ham qo'rqadigan bo'lsanglar, shunaqalar bor qo'rqadi. Fosfor bilan qo'shmaydi yoki bo'lmasa nitratlar bilan sulfatlarni qo'shishga qo'rqsanglar, birinchi variantga qaytasizlar. Kalsiy nitrat, kaliy nitrat, magniy nitrat va temirni o'zini 2 marta berasizlar. 2 marta berasizlar. Va undan keyingi oziqalarga 1 tonna suvga monofosfat kaliy 1 kilo 200 qilasizlar. Uni ham xo'p, kaliy sulfatni qilasizlar. 630 gram qilasizlar. Magniy sulfatni qilasizlar 280 gram. Magniy sulfat 280 gram. Endi unga qo'shasizlar, qaranglar, bu 1 tonnaga ketyapti. Bor 100 gram. Xo'p, marganец 50 gram. Sink 20 gram, molibden 10 gram. Mis 5 gram. Bitta monofosfat kaliy, kaliy sulfat, magniy sulfatga ko'proq mikroelementlarni qo'shyapmiz. Naryoqda kalsiy nitrat, kaliy nitrat, magniy nitratga temirni qo'shayotgan edik. Uni ham 2 marta berasizlar. Monofosfat kaliyni ham 2 marta berasizlar. Endi sizlar уже 4 marta bo'lib ketyapti u. Nitratlar bilan sulfatlarni yoki fosfor bilan kalsiyni qo'shmaganingizda 4 marta bo'lib ketyapti. Haligini bersanglar, 2 marta bersanglar bo'ladi bir haftada. Buni kalsiy nitratni 2 marta bir haftada berasizlar va keyingi haftada fosforli oziqalarni 2 martada berasizlar. Mana bu eng idealni oziqalarni tanlash uslubi. Boshlang'ichga kirib oldik. Sizlar bilan boshlang'ichga kirib oldik. Endi bu yerda Feruz akamiz stillarini masalaga aytib o'taman. Ularga ham xuddi shunaqa ikkita variant berilgan, lekin Feruz akam birinchi variantni tanlaganlar, ya'ni nitratlarni alohida beraman, Rustam aka, sulfatlarni fosfor bilan qo'shib alohida beraman degan variantni tanlaganlar va shu variantda ketadilar. Xo'p, demak o'sha kalsiy nitrat, kaliy nitrat, magniy nitratni beradilar, unga temir qo'shadilar, 2 marta beramiz. Mana bu yerda endi o'sha praktikada ketyapmiz. Haligi ikkinchi variant oziqlantirish sistemamiz bo'yicha yurmaymiz. Oziqalarni asosiy tayyorlash uslubimiz shu. Mana shu sistema bo'yicha biz ketamiz. Endi eng oson variantlarga o'tib ketamiz. Juda ham dehqonchasiga qilib tushuntiramiz. Pomidorni ekkaningizdan keyin to birinchi gul kelguncha, qisqasi 2 marta haligi etgan oziqani yeyish kerak, nitratning oziqani, 2 marta fosfor sulfatning oziqani yeyish kerak birinchi gulgacha. E'tibor bersanglar, isiyimiz hali 1.8 2 ketayotgan edi. Ikkinchi gulgacha bersanglar ham bo'ladi mana shu oziqani. MPK 3.20, 10-10-40 boshqa MPKlarni bermasanglar ham bo'ladi. Sabab mana shu berayotgan oziqalar hammasi o'zi MPK. MPK degani nima degani? Azot, fosfor, kaliy degani. Faqat 3.20 da 20% dan bor. 10-10-40 da 10%, oxirida kaliysi masalan 40% dan bor. Hozir men aytayotganimda azot, fosfor, kaliydan tashqari mezoelementlar va mikroelementlar ham bor. Qisqasi boshidan oxirigacha asosan mana shu oziqalar beriladi. Mana shu 12 ta element beriladi. Boshqa oziqalarni o'rtoqlar biz bermaymiz. Bu yerda bermaymiz. Chunki men avval ham aytardim, mana insonlar bor, biz insonlar, hayvonlar, o'simliklar. Asosiy yeydigan elementlarimiz shu, siz bilan biz ham shuni yeymiz. Oshingiz, bodring, pomidor, hamma shu oshqozonimizga tushayotgan narsalar ichida asosan shu 12 ta element bor. Endi tilla, kumush, masalan, ular ham bor. Ular juda ham mizerniy dozada, milligram dozalarda 0.1, 10 mingdan bir dozalarda ular ham bo'lishi mumkin. Xo'p, ikkinchi kisgacha mana shunday qilib olib ketsak bo'ladi. Deyarli orada suv bermaymiz. Deyarli, chunki perihodga ketgandan keyin orada umuman suv berilmaydi. Ikkinchi kistga o'tgandan keyin birinchi kistlarimiz
mana o'sha nohotdek bo'lib, keyin sekin yiriklashishni boshlaganda biz isini ko'taramiz. Haligi dozalarni ko'taramiz. Agar nitratning bo'lsa, kalsiyimiz masalan 1 kilo 200 qilayotgandik, endi 1 kilo 400 qilamiz. Kaliy nitratni ham ozgina dozasini ko'taramiz. Bir 50 gram ko'tarib qo'yamiz. Magniyda ham 50 gram, 60 gram dozalarni ko'tarib qo'yamiz, lekin temir o'sha dozada qolaveradi. Mana fosfat kaliyni ham 1 kilo 200 dan boshladik. Masalan, agar alohida qiladigan bo'lsak, uni ham dozasini где-то bir 100 gramga ko'taramiz. 150 gram, 1 kilo 350 qilamiz. Kaliy sulfat va magniy sulfatni dozasini ham 50 gramga ko'tarib qo'yamiz-da. Bor, manganiz, sink, molibden mislarimiz o'sha dozasida qolaveradi. Boshdan oxirigacha. Mana shunaqa ketyapti. Eng asosiysi bitta narsani eslab olinglar. Pomidor bir oyda kalsiyni 4 marta eng kamida yeyish kerak. Eng kamida 4 marta kalsiy yeyish kerak. O'sha haligi aytayotgan o'g'itimmi. Biz nimaga nitratnidan ko'p boshladik? Chunki ekkaningizdan keyin vegetatsiya paytida azot ko'proq kerak bo'ladi. Azot o'zi vegetatsiyani boshdan oxirigacha kerak. Mana bizga o'xshab uchun urib tashaganinglardan keyin endi gullash yo'q, boshqa yo'q. Ana undan keyin azotni kamaytirsanglar bo'ladi. Kaliy nitrat, magniy nitratlar umuman kerak emas bizga, lekin kalsiy kerak. Agar kalsiydan to'xtatib qo'ysak, mana shu yerlarda, mana shu yerda vershinniy gnil boshlanib ketadi. Ko'pchilik o'rtoqlar kalsiyni umuman ishlatmas ekan. Bir oyda bir marta, yarim marta berib qo'yadiganlar bor ekanda, o'sha xatosini ko'pchilik bildi. Nimaga desiz, mana shu yerda vershinniy gnil boshlanib ketadi. Mana shu yerda boshlanadi. Nimaga mana bu yerda tushmaydi vershinniy gnil? Nimaga bu yerda tushmaydi? Kalsiy og'ir element. Bu vegetatsiya o'sgan sari mana buni ichida sakadvejiniyada kalsiyni aylanishi og'irlashib ketadi-da. Mana shu tepalarda mana shu yerda ko'tadan chirib qoladi vershinniy gnil. Rosa ko'p gapirdik bu mavzuni. O'shaning uchun kalsiy doimiy ravishda ratsioninglarda ishtirok etsin. Qisqasi isisini gapiraman. pH hech qachon o'zgarmaydi. pHni masalan 6, 6,5 qilib beraverasizlar. pHni 5-8 qilib bersanglar ham bo'ladi. Boshidan oxirigacha pomidorda, lekin isi o'zgarib boradi. Masalan, aytaylik 1,5, 1,6 dan boshlasanglar, mana shunaqa paytga kelganda mana bu mevalarni ko'ryapsizlarmi? Bularni semirtirish uchun, mana bular mevalarni semirtirish uchun biz boshida qo'llagan isiyimiz 2 isi bularga to'g'ri kelmaydi. 2,5, 208 kerak bo'lsa 3 isigacha olib chiqib, mana shularni biz ko'tarishimiz kerak. Bu degani xuddi o'sha elementlar joyida qolaveradi, dozasini ozgina ko'tarib olib boraveramiz. Qisqasi shunaqa qilinglarki, agar birinchi variantini tanlagan bo'lsanglar, haligi oziqani 2 marta kalsiyli, 2 marta fosforli, 2 marta kalsiyli, 2 marta fosforli. Xohlasanglar 1 marta unisidan, 1 marta bunisidan, 1 marta unisidan, 1 marta bunisidan almashlab qilsanglar bo'ladi. Men sizlarga fundament berdim, asnova berdim. Boshdan oxirigacha shunaqa qildik desam, u hammaga to'g'ri kelmay qolishi mumkin. Kimdir suvini isisi baland, kimdadir o'smis bor, 0 bo'ladi. To'g'rimi? Kimdir tuprog'i boshqacharoq bo'ladi. Kimdir pomidor, kimdir bodring, kimdir balg'ar, kimdir baqlajon yetishtiradi. Bodringning pH'i boshqa, isisi boshqa. Balg'arning pH'i, isisi boshqa. Mana shu oziqalar hammasiga to'g'ri keladi. Faqat pH'ini, isisini to'g'rilab olsanglar bo'ldi. Uning uchun yana qaytarib aytaman, sizlarga o'sha Vega programmani o'rganib olsanglar juda ham zo'r va darsliklarni Baxtiyordan olib ko'rsanglar, undan ham a'lo darajada bo'ladi. Pomidor ekkanimizga 1 oy bo'ldi. 1 oyning ichida biz demak bu yerda bergan oziqalarimizni qaranglar. 1 oyning ichida 4 marta o'sha kalsiyli oziqa edi. Kalsiy nitrat, kaliy nitrat, magniy nitrat 1 oyning ichida. Va 3 marta yoki 4 marta o'sha fosforli oziqani bu yerda 8 marta oziqa yeyapti. 8 marta. O'zi yomg'irli, qorli kunlarda buni ilojisi yo'q, lekin bu yerda buni ilojisi bor. Nimaga desanglar, shu yana tuproqni tayyorlash, drenaj zo'r betdi va undan tashqari sug'orish tizimiga juda ham ahamiyat beringlar. Sug'orish qanaqa bo'lish kerak? O'tgan mavzuda ham aytgan edim, agrotexnikada, masalan, o'sha 1 tonnani tayyorlab qo'ydinglar, 1 tonnani aytaylik 1000 ta ko'chatinglar bor. Yoki 10 ta ko'chatinglar bor, 10 tonnani tayyorlab qo'ydinglar, o'shani birdan bermanglar. Kam-kamdan tez-tez beringlar. Gidroponika qanaqa beradi? Quyosh chiqsa ko'proq beradi. Havo bulutli kunlarda kamroq beradi. Masalan, kuniga 3-4 mahal beradi bulutli, yomg'irli kunlarda, lekin quyosh chiqsa 7, 8, 10 mahalgacha sug'oradi.
kam-kamdan drenaj chiqdi bera. Sizlar ham o'shanaqa bersanglar, effektiviniz yaxshiroq bo'ladi. Birdan 10 tonna suvni 10 mingta ko'chatga 1 litrdan berish shart emas. Yoki 1 gektarga 20 ming ko'chat ekkan bo'lsanglar, допустим-da endi, yoki 25 ming ko'chat ekkan bo'lsanglar, men 1 litrdan ichish kerak. Bitta ko'chati mana shu 1 litrdan ichish kerak deb, anitda 20 tonna yoki 25 tonna suvni birdan haydash shart emas. Bu ichmaydi 1 litr bu. Birdan. Ani bo'kib qoladi, tuprog'ingiz bo'kib qoladi. Bering o'sha 20 tonna, 25 tonnani bering. 2 bo'lib bering. Juda bo'lmaganda. O'sha kuni bering. Abedgacha yarmini bering. Abeddan keyin yarmini bering. Bu совсем boshqa narsa bo'ladi. Agar 3 bo'lib bersangiz, undan ham zo'r. Sizga nima farqi bor? Ba'zi o'sha 25 tonna ketdi o'sha yoqqa. Bittada berib yorsangiz ham berib yorasiz. 3 bo'lib bersangiz ham berasiz. Zato effektivnost. Effektivnost juda ham katta bo'ladi. Mana shu narsaga e'tibor beringlar. Tuproqni ham переходga mana shunaqa tayyorlaylar. Bu oziqalar bahorga ham beraverasizlar. Bahorga ham. Endi orada ikkinchi variantni tanlaydiganinglar bor. O'sha Rustam aka 11 ta 12 ta element hammasini qo'shib beraman deysizlar. Erta nima ketyapti bizda? Dozalarni aytganman, aytib o'tirmayman. Kalsiy nitrat, kaliy nitrat, magniy nitrat. Xo'p, keyin kaliy sulfat, magniy sulfat, mana fosfat, kaliy ketyapti. Temir, bor, margines, sink, molibden, mis hammasi ishtirok etyapti. Haliga sanagan 11 ta 12 ta elementim hammasi ishtirok etyapti. Faqat pastroq dozalarda e'tibor bergan bo'lsanglar, men shunaqa beraman desanglar, u ham zo'r variant, u ham idealniy variant. Usloviyalarini sizlarga tushuntirdim. Tinmasdan beraverasiz o'shani. Faqat bu katta bo'lgan sari, mevalagan sari, boshqa qilgan sari siz isigini 1.6, 1.8 dan boshlagan edingiz, sekin-sekin pastipenni ko'tarib borasiz. 1.9, 2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 qilib ko'tarib borasiz. 4-5 kisga kelganda bemalol 2.5 dan bosaversangiz bo'ladi. 2.4, 2.5 mi, 4-5 kisda faqat o'sha oziqalar bilan bosaversangiz bo'ladi. No, asosiysi ratsioningizda hamma oziqalar ishtirok etyapti. Bunaqa oziqlantirishda sizga NPK sotib olishi shart emas. 3:20, 10:40 haliga aytganimdagi yoki bo'lmasa 0:50 unaqa narsalar shart emas. O'zi aslida bu sal dangasalarning narsasi, lekin u ham zo'r narsa. Men uni yomonlamoqchi emasman. Agar beradiganlar bo'lsa, marhamat. Beraveringlar. Faqat erta azot, fosfor, kaliyni o'zini berasizlar. Men aytayotgan narsada kalsiy ham bor, boshqalar ham bor. Ildizdan asosan shu. Men agar bitta boshdan oxirigacha aytadigan bo'lsam, bu bir kun ham yetmaydi. No, men sizlarga fundamentni berdim. Asosiy fundamentni berishga harakat qildim va o'sha darsligimdagi mavzuni asosan bir 60-70% ni sizlarga hozir bitta ozgina chaynab berib qo'ydim deb o'ylayman. Buni ham yana qaytarib aytaman. Avvalgi mavzularni ko'rgan odam tushunadi, lekin bu mavzuni birinchi marta ko'rayotgan odam sal tushunishi qiyinroq bo'ladi. pH isiylariga e'tibor beringlar. Xo'sh. Endi anaqani aytdim-a? Mana bu paytga kelganda ratsiondan kaliy nitrat bilan magniy nitratni olib tashlasanglar bo'ladi. Mana fosfat kaliy, kalsiy nitrat doim ishtirok etsin, lekin kaliy sulfat, magniy sulfatlar ishtirok etsin. Kalsiy nitratni tarkibidagi nitratni o'zi yetadi. Bitta qoidani aytaman. Nitrat bizga vegetatsiyani boshdan oxirigacha kerak, ya'ni o'sha azot mavzusida o'tganman. Mana shu paleylarni rivojlantirish, stabilni semirtirish, bo'yiga o'stirish, hammasiga azotning ishtiroki juda ham katta. Fosfor gullashi, ildizlarning mustahkam bo'lishi, immunitetni zo'r bo'lishi, fosfor. Kaliy mevani semirishi, qizarishi, yana immunitetga hammasiga bu kaliy. Demak, bizga azot, fosfor, kaliy vegetatsiyani boshidan oxirigacha demak bizga bu 3 ta katta makroelement kerak ekan. Faqat boshida nitrat sal ko'proq, o'rtasida o'rtacha, oxiriga borib nitrat sal kamroq kerak bo'ladi. Fosfor boshida ham yaxshigina kerak bo'ladi. Xo'p, 4-5 kisgacha ham juda ham yaxshi kerak bo'ladi. U paytda kaliyni sal kamroq beramiz. Boshida kaliyni sal kamroq beramiz. Ana undan keyin o'sha 5-6 kislada o'sha bemalol kaliyni ko'paytirsak bo'ladi o'rtoqlar. Chunki mevani semirtirish kerak, rangini cho'tga keltirish kerak. Qisqasi o'ynatamiz, bu yog'iga improvizatsiya qilamiz.
qanaqadir joyga kelganda uchalasi bir xil dozada kerak. Boshda azot ko'proq kerak. Oxirida kaliy ko'proq kerak. O'shanga qarab ozgina aniq qilamiz. O'shaning uchun Vega programmanglar bo'lsa, Vega programmaga mana shu yozgan oziqalar hammasini tiqsanglar, o'sha yerga nariyoqda NPK lar chiqib keladi. Xo'p, azot 2% bo'lyapti, fosfor, kaliy, qolgan mezo mikroelementlar foizlari bilan hammasi chiqib keladi. Bu juda ham oson bo'ladi sizlarga. Uni qo'lingizda ruchnoy hisoblasa ham bo'ladi, foizlarini aniq qilib. Lekin mana shu birinchi, ikkinchi variantlar juda ham idealniy variantlar. Juda maza qilasizlar. Agar buni bir qo'lingizga kelib qolsa, maza bo'ladi. Juda ham maza bo'ladi. Hozirgi kunda juda ham ko'pchilik odamlar mana shu uslubdan foydalanishyapti. Ishonaveringlar, hammalarida juda ham yaxshi effekt bo'lyapti. Qish kunlarida, yomg'irli kunlarda bitta oziqani berib qo'yasizlar. Mana fosfat kaliyni olib kelasizlar, shuni berasizlar. Bo'ldi, u suvga to'lib bo'ldi. Endi kalsiy-malsiylar yeyishiga yana bir hafta 10 kun bor qolib ketadi. Boshqa oziqalar. O'shaning uchun hammasini bittada qo'shib bersanglar, hamma elementlarni bittada oladi. Hamma elementlar kerak. Hamma elementlar kerak. Oddiy qilib tushuntiraman. Sizlar oshga berasiz, oshga boramiz. Men, siz hammamiz osh yegani boramiz-da, oldingizga faqat osh shu o'zini olib keldi. Ayting, osh shu o'zini olib keldi-da. Hech narsa yo'q, choy yo'q, achuv yo'q, tuzlama yo'q. Xo'p, salatlar yo'q qisqasi va turpli hali narsalar yo'q. Qancha osh yeymiz? Qancha osh yeymiz? Yo'qmaysiz, ozgina yeysiz, 2-3 ta qoshiq yeysiz bo'ldi. Endi osh tasavvur qiling, o'sha NPK masalan. Azot, fosfor, kaliy deylik, lekin bu yoqda salat bo'lsa, osh ko'proq yeysiz. Salat bo'lsa, yoki choyi bo'lsa, yana ko'proq yeysiz. To'g'rimi? Lekin haligi salatlar bo'lmasa, siz osh ko'p yeyolmaysiz, ozgina yeysiz, bo'ldi, shu bilan tugaydi. Chunki suv bu hech narsa yo'q, salatlar yo'q. Xuddi o'shunaqa narsa bu ham. Hammasini qo'shib bersanglar, bu ham yaxshiroq yeydi o'simlikka. Hammasini qo'shib bermasanglar, bu albatta qiynaladi. Xo'p, ildizdan menimcha bo'ldi, pishdi deb o'ylayman. Bargidan beriladigan narsalar, men bargidan juda ham ko'p oziqlantirish tarafdori emasman. Uni hamma biladi. Faqatgina ko'chat ekilgan paytda shu birinchi, ikkinchi kiskacham deylik, shu bo'yi bir 70-80 sm bo'lguncha suspenziya qilishim mumkin. O'shanda ham 15-65-15 gel bilan yoki 10-40 gel bilan, masalan, yaxshi narsalar bilan yoki o'sha tarkibi bor yoki tarkibi kalsiyli jidkiy oziqalar bilan suspenziya ishlatishim mumkin. Lekin bo'yi 1 metr bo'lgandan keyin absolutni bargidan umuman oziqa septirmayman. Faqat stimulyatorlar, fungitsidlar, biofungitsidlar, kasalliklarga qarshi va zarar kunandalarga qarshi biologik insektitsidlar, mana shulardan foydalanishim mumkin, lekin bo'lar bo'lmas, hattoki mikroelementni ham men bargidan septirmayman. Haligi oziqada ildizidan hamma mikroelementlar ketyapti, hammasi ketyapti ildizdan. Bargidan bironta mikroelement biz sepmaymiz. Ildizi o'ziniki yetadi. Lekin как положено, mana shu 15 kunda bir marta, 10 kunda, 15 kunda bir marta arachidoniy kislota, biodux, hop, aminokislotalar, 2 xil preparat bor, ko'pchiligiga aytaman. O'sha organika ham stimulyatsiya, ham kasalliklarga qarshi 3 tasini birga qo'shib, organika F bilan yoki S bilan yoki psevdobakterin bilan o'rnini almashtirib, har 10 kun 15 kunda shuni bargidan berib turamiz. Immunitetini ko'tarish uchun, stimulyatsiya qilish uchun va o'sha barg orqali tushadigan kasalliklardan profilaktika qilish uchun. Muchniy sterasi, pirnosparioz, serignil va boshqa zamburug' bakterial kasallikligi o'sha psevdobakterin bilan o'rnini almashtirib, barg orqali faqat shu. Asosan ildizdan, hamma o'simliklar asosiy elementlarni ildizdan tortadi. İchimizda bor ekan, lekin unaqalar bilan gaplashganman, bir emas, bir nechta odam bilan faqat barg orqali boqishadi, bargidan boqishadi. Endi shu semirtirish uchun bargidan nima bersam ekan? Nima deysiz? Nima sepsam bargidan yaxshi semiradi deb shunaqa savollar ham bo'ladi. Obunachilarimizdan. Men albatta tushuntiraman, ildizidan berganinglar yaxshi deb qilaman. Agar qizarish arafasida yoki boshqa mevalar bo'lsa, masalan, bemalol sulfatli oziqalarga o'tib olsanglar bo'ladi. Kaliy sulfat, magniy sulfat, o'shalar bilan nima qilsanglar ham bo'ladi. Bersanglar ham bo'ladi.
lekin hali qizarmagan bo'lsa, qizarishga hali bor bo'ladigan bo'lsa, xuddi haligi aytgan oziqalarni birinchi variantida o'sha berasizlar, kalsiy nitrat, kaliy nitrat, magniy nitratni qo'shib, temir qo'shib bitta berasizlar. Ketiga monofosfat kaliyni, kaliy sulfat, magniy sulfatni xuddi o'sha dozadan sal balandroq qilib turib semirtirish uchun 2,5 isi qilib turib, aytaman, kalsiy nitratni 1 tonna suvga qilasizlar 1,5 kilo. Xo'p, kaliy nitratni qilasizlar 600 gram, magniy nitratni 350 gram qilasizlar-da, unga 100 gram temir qo'shib turib 2 marta berasizlar yo 1 marta berasizlar. Undan keyingi oziqalarga monofosfat kaliyni qilasizlar 1,5 kilo. Kaliy sulfatni qilasizlar 500 gram. Magniy sulfatni qilasizlar 380 gram qilasizlar-da, unga haligi o'sha bor, marganiz, sink, molibdenlarni qo'shib turib, uni ham 1 marta, 2 marta bersanglar, birdan mevalar semirib ish beradi, chiroyli bo'lib beradi. Izoh qoldirib ketaman. Ko'pchilik aytar ekan, kaliy sulfat yoki magniy sulfat, sulfatli oziqalar pomidorni qizartirib yuboradi. Bo'lmagan gap. Hech qanaqa qizartirib yubormaydi. Bu o'zini srokiga kelgan paytda qizaradi. U sulfat qizartiradi, u meza element. U posrednik hisoblanadi. Hech qanaqa qizartirib yubormaydi. Faqat o'zini vaqti kelganda, qizarish vaqti kelganda tiniq blesk bilan qizarishini ta'minlab beradigan element xolos. Uni tasavvur qiling, mana shunday pomidorga kaliy sulfat, magniy sulfat bersangiz, u gap bilan mana shu qizarib ketish kerak-da. Mana shu kichkina pomidorcha, mana bu kichkina pomidorchalar qizarib ketish kerak. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Vaqt soati keladi, semirgan paytda qizaradi inshaalloh. Endi albatta temperatura, agrotexnika, bular hammasi bir-biriga bog'liq. Mana shunaqa bersanglar, inshaalloh zo'r bo'ladi. Avvalgi mavzularni hammasini ko'rib chiqinglar, chunki bu yerda suvning temperaturasi, hamma temperaturalar, havoni temperaturasi, hammasi bir-biriga bog'liq. 5 ta mana dars o'tgan bo'lsak, 5 ta mavzu qilgan bo'lsak, hammasi bir-biriga bog'liq. Himoya, agrotexnika, oziqlantirish, bular chambarchas bir-biriga bog'liq. Bunisini zo'r qilib, unisini qilmasangiz bir teng. Narigisini qilib turib, bunisini qilmasangiz, u вообще 0.5 teng. Tushunasizmi? Shuning uchun hammasi bir-biriga bog'liq. Nimaga men 1 2 3 4 5 qilib 5 ta mavzu qildim. Bir-biriga uladim. Orada hech narsa qo'shmadim. Shuning uchun hammasini ko'rsanglar tushunarli bo'ladi. Hammasi bir-biriga bog'liq narsalar. Bu yerda bodring bo'yicha o'tmadik. Bodringning oziqalari umuman boshqa, isisi ham boshqa, pH ham boshqa va bitta narsa izoh. Bodring sulfatli oziqalarni uncha yoqtirmaydi, lekin u degani bermaslik kerak degani emas. Albatta bersa bo'ladi, faqat kamroq. Pomidor sulfatli oziqalarni juda ham yaxshi ko'radi. E'tibor bergan bo'lsanglar, sulfatli oziqalarni ko'p berdik. Bu yerda NPK ishlatmadikmi? Menimcha ishlatilmadi. Agar men bilmay qolgan bo'lsam, Feruz akam o'zlari NPK lar ishlatgan bo'lmasalar, 320, 10, 40 larni bitta yarimta ishlatgan bo'lishlari mumkin. Lekin NPK deyarli ishlatilmadi. Asosan shu o'rtoqlar. Mana shu 5 ta mavzuda mana shu yerda qilingan ishlarni men sizlarga 100% ni bo'lmasa ham bir 60-70%larini imkon qadar sizlarga berishga harakat qildim va mana bu ko'rib turgan mana shu mevalaringlar, mana shu mashalloh bu bundaroq joylar ekan, endi o'sha bundan ham zo'r joylari bor. Mana shular avvalambor Allohning izni bilan bo'ldi bu narsa. Bu qilayotgan mavzularimiz, elementlar, boshqalar, bular hammasi, bular bir sabab. Bular ham Allohning yaratgan elementlari, minerallar, Alloh yaratgan bularni ham hammasini. O'shalardan to'g'ri foydalangan holda mana shu Allohning ne'matini yetishtirdik. Alhamdulillah. O'tgan yilga qaraganda bu yil natijalar yana ham yaxshiroq. Kasalliklarni nazarda tutyapman. Virusning kasalliklar, zamburug'lik, bakterial kasalliklarni nazarda tutyapman. Lekin umuman yo'q emas, bor. Seriginilar ham bor. Xo'p, unshudring ham bor, tushdi, yo'q, tushmadi emas. Lekin kam. Tushadi, yo'q bo'lib ketadi, tushadi, yo'q bo'lib ketadi. Chunki doimiy ravishda bitta profilaktika biologiya bilan bo'lyapti. Va asosiysi bitta umuman ximikat ishlatmadik, zahar ishlatmadik. Qaranglar, olib maza qilib bemalol yeyverasiz, qo'rqmaysiz. Qo'rqmaysiz, chunki kimyoviy pestitsid yo'q.
bitta bet emas, bunaqa joylar juda ham ko'p. Mashalloh, men hozir bilmayman. Oldin qo'lim bilan sanab yurardim. Mana shu yerda biologiya bo'lyapti, mana bu yer biologiya bo'lyapti deb qo'lim bilan sanab yurardim. Hozir sanoqi qolmadi. Respublikaning butun viloyatlarida, hatto Tojikistonda ham, mana Qirg'izistonda ham biologiyaga o'tib ketganlar juda ham ko'p. Alloh barakalarini bersin hammalarini. Men juda ham xursandman. Va betam mana 2 yil, 3 yildan beri polностью biologiya bo'lyapti. Organik emas, e'tibor qaratinglar. Bu beta mineral udobreniylarni biz ishlatganmiz. Lekin kimyoviy pestitsidlarni ishlatmadik. Bu yerda biz ekologik toza mahsulot, biologически чистый desak bo'ladi. Lekin organik emas. Afsuski organik emas. Organikada bunaqa katta hosil olish sal imkonsizroq. O'shaning uchun mineralniy udobreniylardan albatta foydalanganmiz. Va boshqa bo'lar bo'lmas narsalar umuman berilmagan, deyarli berilmagan. Asosan mana shu elementlardan foydalanilgan. Asosiy sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan narsalarimiz shu edi. Imkon qadar men qo'limdan kelgancha fikrimda bor narsalarni jamlab berishga harakat qildim. Biron bir narsalar esimdan chiqib qolgan bo'lsa, sizlardan ming bor uzr so'rayman. Va keyingi mavzularda o'sha esimdan chiqib qolgan narsalarni Baxfurjonga yoritib berishga imkon qadar harakat qilaman. Sezgan bo'lsanglar, ovoz ham ketdi. Ovoz ham ozgina ketib qoldi, chunki bir emas ikkita mavzu oldik. Avvalgi mavzuni ham shu turishda oldik. Alloh dehqonchiligingizga baraka bersin, ishingizga rivoj bersin. Shunaqa ekologik, toza, biologik mahsulot yetishtiraman deganlarga Alloh yana ham ko'proq barakalarni bersin. Biz duodamiz. Kimyoviy pestitsidlardan imkon qadar kamroq foydalaninglar. Juda organik bo'lmasa ham ekologik toza mahsulot yetishtiringlar. O'simlikni immunitetini saqlaylar. Qancha ko'p kimyoviy pestitsid bersanglar, shuncha ko'p immunitetini tushiraverasizlar va virusning kasalliklarga chalinishini ko'paytiraverasizlar. Kanallarimizga a'zo bo'lishni unutmanglar. Instagram, Telegram kanallarimiz va boshqa kanallarimizga ham a'zo bo'lsanglar, yerda ham kichkina kerakli, foydali ma'lumotlarni biz berib turamiz. Hammalarga kattakon rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.